birlashib olib, hal qilishga harakat qilish maqsadida sizlarni yurdik. Ruxsat bersangiz majlis ko'rishida ochiq muloqotda qo'shimcha qanday qulaylik yaratiladimi? Nima masala bo'lsa, ochiq taklifni berishlari mumkin. İsmim Ayrajon Quvonchbek. Bir necha yildan beri tekstil sohasida ish faoliyatimizni yuritib kelamiz. Menga prezident yoshlarga bo'layotgan e'tiborni 60-sonli qarori bilan tanishib chiqqan holda sizga iltimos bilan chiqyapman. Agar menga 300 million kredit ajratsanglar, ishchi o'rnimizni kengaytirib, mahallada ishsizlarni umumiyatan ishga chak mashina telefonlar sohasiga ketadigan asbob-uskunalar. Bizga ham birinchi sonli qaror bo'yicha shu yil bitiruvchilarga beriladi. 4-kurs talabasi bo'lgan, bu yil bitirish arafasida bitirgan, uni kredit bor, faqat uni bitta muddati 5 yil bo'lsa kerak. 5 yilga 64ga yetmaydi. 60dan qarordan berishimiz mumkin. Bankka murojaat qildingizmi? Ha, milliy bankda shoklarlanamiz. Yo'q, nima uchun 300 million uchun qo'shimcha kim bu? Abdurasul. Kamchiliklarni to'liq berdi. Nima hujjat? Kamchiliklar balans muolajalari bergan. Ijara shartnoma, faoliyat joylarini Qaysi holatda, qachon chiqaradi? Biz va'da bersak bo'ladi. hozir uzoq 3 kundan chiqaramiz. Haftaning yakunigacha chiqarib beraman deb ko'ryaptilar. Odamlar ham oylik tanlashni boshladi. Hozir 2 million 3 millionga ayrim joylarda ishga chiqmayapti. Qo'llamayapti. Chunki sharoitni beriladi. Sharoitni berish uchun siz mana shu loyihaga qo'shsalaring, 50 million, 100 million qo'shimcha olsanlar, bitta ishchilar uchun ham sharoit bo'lishi kerak. Daromadimiz yaxshi joyda, buni kecha shaharning boshqa mahallasida 61 qaror bo'yicha Nusrat Ullayev. 61 qaror bo'yicha xususiy klinikani ochib, Xudoga shukr, hozirgi momentda 4-oy bo'ldi. Ish holatini to'g'ri. Va endi o'sha klinikani kengaytirish maqsadida 60-qaror bo'yicha murosa etib, Toshkentdan xabarim yo'q edi. Shunga yaxshi taklif qilsa imkon bo'lsa, olardim yana. Nima qilmoqchisiz kengaytirish maqsadida? Asosan xonasini ko'paytiraman. Sharoit bormi? Xonani ko'paytirish? Binosi. Bu endi ikkinchi qavatga chiqasizmi? Bu necha pul kerak bo'ladi? Qancha? 100 million? 100 milliondan qanaqa limon? Ha? Men asosan limon. Limon. Bino bor, faqat Eshitgan yo'q. qo'shimcha kredit esa korxonalar bu yerda bor ish joyi. Atelyega o'xshagan narsa. O'zingiz bir qanaqa ishlab chiqarish yo'q, ha? İşler çıkarışta bir ürünü gördük. Bir defa Endi charchab turib kelganlarga harakat qilamiz. Havo chiqarishga. Faqat shu xonamiz sizga. Mana shu ikkalamiz. Ikkalasi. Qo'lni berunja odam ko'p. Ishlab chiqarish sex qilsangiz bo'lmaydi. Bor bunga. Anaqasi Bu yordam hisob kerak. kitobini ham chiqardik. Nima yordam kerak? Mashina kerakmi? Ishlaydigan odam bormi? Bekorchilar ko'p. Bekorchilarni ish bilan ta'minlash kerak. Mana shu ayol xotin-qizlarni shu yerda yashaydigan donda uyda o'tirib, bekor o'tirib, Qo'lni cheklarni qilib bichib ochish berar ekan uylarda. Bizda ham bor anaqamiz. Uyda tikish beradi pastelda hozir. atrofini berar ekanda. Qayerda bichilgan. Ha, bichib beradi. Nima ustunga qilsangiz 8-domda chiqadi. Ashadda bitta opamiz bor. Mana ro'yxatda uyda tikishadi ular. Mayda bolasi bor, chiqqan imkoniyati yo'q. qachon endi boshlaysiz buni?
kengaytirib. Bir bahoratga plan qilib ketdik. Yo'q bo'ldi. Endi yana hisoblanyapti. Bu yog'i bahordan ichkarimiz bu yog'ini to'ldirishga yana Chevarxona boshqa plan chiqib qolib o'zgartirdi. 30 gacha bola bor hozirgi paytda. Gruppalarda bor, individual o'qishlardan. Qarab bormi bu yerda? Ha, bu yerda o'zi o'quv markazi yo'q, bu yoqda atrofda. O'shuning uchun Faqat ingliz tiliga ixtisoslashgan. Necha yoshdan? Hatto yoshdan agregachiylik yo'q. Maktabda o'qiyotganlar, birinchi sinfdan boshlab, katta yosh kattalar ham bor. Bunlar asosan yoshlarda, farzandlarga. Qarab bormi? Bu yil oldi. Gruppalar 250 ming. 250 ming Gruppalar. odam soniga. Yo'q, gruppada o'tirganlarda shu. Gruppalarga yosh kattalar ishlaydiganlar bor, ular qanday qilishadi? Sizga ham yetarmi? Elementary beginner, buni satuvda deganlar bor. Tushunarkansan. Yo'q, qizim bor hali. Qizim mana shunda Nima o'rganadi. yordam kerak ularga yaxshi bir yana bolalarni yaxshi o'qitishingiz uchun, ko'proq o'qitish uchun sharoitni nima qilsak bo'ladi? Mana endi tomonda ham xonalar bormi? U taraflarga yo'q qilmagan, o'sha holatda endi ular sotasiga yo'q qilgan. Aytdim, sababsiz yo kredit hisobiga shuni tezroq remont qilib, xonani qilib tayinlab olaylik deganman dedim. Bir ikkita plani bor ekan, shu planlarimizni tushunyapti. Lekin hech kimga berilmaydi, o'sha oxiriga o'ziga beradi. Nima bor, yaxshi ishlar yapamiz. Yana bor, unaqa jiddiy emas. Yetishib kelish kerakmi? Ha, albatta yetishib kelish kerak. Keyin ba'zida tekshirib, yana huquqlarni o'g'illiklarga qaytarib, o'g'illikdan beriladi. Asosan suvga bo'ladi, suv ishlaydi. Mana shahar bo'ylab 10 ta bolasi bor, servis. Qaysi kelmoqchi nimasi buziladigan bo'lsa, vizitga borib, o'sha yerda tuzatadigan holati bo'lsa, tuzatib kelib, bo'lmasa olib kelib yechib, shu yerda tuzatib, olib borib qo'yib kelishadi. Ikkita Damas'da 10 shunaqa maylanib yurishadi. Hozir buni yarmi berilgan edi, endi u narigi tomoniga bo'lib, narigi tomonda. Buni gaplashgandan olib beraman. Faqat aka tayyorlamay bo'ldi. Chiroyli hokiza holatda bo'lishi kerak. Masalan, olib beraman deb o'ziga qo'yib qo'ydim masalani. Bo'ldi, men tayyorman. U yoqda ham, bu yoqda ham qilaman desa